Hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun shuncha yigitlar bitta uloq uchun jonini tikishadi? Mukofot uchun deb o'ylashingiz tabiiy, lekin aslida biz turkiylarning chavandozlik qonida bor. Uloq yigitlarni jang maydoniga tayyorlash maqsadida o'ylab topilgan o'yin turi edi. Bu o'yinda erkaklar haqiqiy erkak sifatida tarbiyalangan. O'yin yigitlarni otning ustida muvozanatni saqlash va kaltak yegan vaqtda chidamli bo'lishga xizmat qilgan. Biz o'zbeklar turkiylarning o'zagimiz. Ko'pchilik turkiylar deyilgan vaqtda turklarni nazarda tutishadi. Usmon To'ronning Turkiy xalqlar mafkurasi asarida keltirilishicha, turkiylar birinchi bo'lib jangda otdan jang quroli vositasi sifatida foydalangan. Hattoki Amir Temur bobomizning otasi uni yoshligidan dovyurak chavandoz sifatida tarbiyalagan. Arab adibi Johiziyning Manoqib al-Atroq asarida keltirilishicha, Sosoniy forslar, ya'ni eronliklar davlatni boshqarishda ustun bo'lgan. Xitoyliklar hunarmandchilikda, Yunonlar ilm-fanda kuchli bo'lgan. Biz turkiylar esa jang maydonida ustun bo'lganmiz. Hech qachon biz turkiylar jang maydonini bermaganmiz. Biz shuning uchun turkiylar buyuk davlatlarni tuzganmiz.